اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun yana tekrar Ummati Muhammad biz namlıq söhbetimizde yüz görüşdük. Bizning bugungi söhbetde asaslık sizlar bilan ortaqlaşmoqchi bo'lganimiz bugungi bizning amaliy realligimiz olgan tushkunlashish masalasi. Ya'ni musulmonlar, ya'ni biz nima deb tushkunlash kerakmiz? Amaliyotda Qur'onga o'xshash bir kitobga ega bo'lgan bir millat, Rasulullohning hadislariga o'xshash bir hadisga ega bo'lgan bir millatning tushkunlashishi haqiqatanda ajablanarli bir masala. Musulmonlarning tarixiga o'xshash ming yillardan ortiq shalliq buyuk tarixga ega bo'lgan bir millatningki tushkunlashishi haqiqatanda ajablanarli. Musulmonlarga o'xshash tarixiy qahramonlar bo'lgan, Yusuf Xos Hojiblar bo'lgan, Sutuq Bug'ra xonlar bo'lgan, Olib Arslanlar bo'lgan bizdek bir millatningki tushkunlashishi haqiqatanda ajablanarli. Musulmonlarga o'xshash aql ombiriga ega, musulmonlarga o'xshash buyuk boylik manbasiga ega bir millatningki tushkunlashishi haqiqatanda aqlga sig'maydigan bir masala. Bu ummatning, bu millatning Robbi o'zining kitobida "Va may yaqnut min rahmati robbihi illa dallun." Robbining rahmatidan faqat ozg'un kishilar umid uzidi, tushkunlashudi degan tursa, ammo biz bugungi kunda tushkunlashyapmiz. Bu bizning amaliyotimizdagi inkor qilolmaydigan bir reallik. Amaliyotga qarab baqsaq, hammalarningki orzu, umidi yo'qolgan. Orzu, armonlari qorong'u, nishoni tushkunlashgan. Bu bir xil qo'rqinchli bir krizis musulmonlarning ustiga tushdi. Ma krizisdan qutulmay turib, musulmonlar o'zining nishoniga yetalishi, bu ummatningki qirg'oqqa sog'-salomat chiqadi. Asla va asla mumkin emas. Amaliyotda musulmonlarda biz ummatga bu xil tushkunlikni qalbimizga kirgizgani, bu xil tushkunlikka petib qilishimiz sabab bo'lgan narsa bizdek bir ojiz qalb egilarininki ba'zi ishlardan haddidan ziyoda qo'rqib ketish yoki ba'zi hodisalar bizni favqulodda keynimizga chekindirib o'tish. Amaliyotda musulmonlar shunday bir ahvolga duch keldiki, asli qarshi turishga tegishli yerlarda musulmonlarning tiz cho'kkan ahvoli bor. Ders turishga tegishli o'rinlarda keyniga chekilgan ahvollari bor. Shuningdek, biz bugungi bu xil krizisdan, bu musibatdan qutulish uchun bu masala haqida biroz to'xtalishni to'g'ri topdik. Her bir musulmon bu ummatning farzandi, bu millatning farzandi, ummatining, millatining kelgusidagi nijolik uchun bu masala haqida biroz o'ylanib baqish kerak. Nima uchun bu holga keldik? Qaytadan o'zimizningki egiligini qo'lga olish, qaytadan o'zimizning sharafini qo'lga olish, o'zimizning izzetini qo'lga olish uchun nima ish qilishimiz kerak degan bu haqda biroz o'ylanib baqishimiz kerak. Amaliyotda tarixga qarab baqsaq, bugunimizga qarab baqganimizda bu yerda bir muncha omil sabablar bor. Ammo cho'ng nuqtadan biz bugungi holga kelib, bugungidek tushkunlik holatga petib qilishimizni ikki nuqtaga markazlashtirishga bo'ladi. Birisi biz ummati Muhammadiyaningki, biz musulmonlarningki o'zimizning qimmat qarashlaridan yiroqlab, asli prinsipimizdan chetnagan bir tarafimiz bor. Bu to'g'risida tafsili so'zlaymiz. Hatto shu qadar chekindikki, shu qadar o'zimizning qimmat qarashlarimizdan, o'zimizning kimligini yiroqlashdikki, dushmanlarni qo'limizga gul tutib qarshi oldik o'zimizning yurtiga.
yillarcha ularning tayiqini yeb bo'lguncha, tayiqini yeganga qadar ularga xizmat qildik. Agar ular bizni umugan bo'lsa, bizga zarba bermagan bo'lsa, bundan keyin davom ular bilan bir yo'lda ular xizmat qilib davom qilatdik. Bu nokta, birinchi nokta biz o'zimizning qimmat qarashi, kimligimizning chetniganlik bir masala va qarindoshlar. Bu bir. Ikkinchisi biz g'aflatda ekan, biz uxlayotgan bir holatda ekan, dushmanning uzluksiz bizga suiqasdlarni planlashi, bizga qarshi planlarni to'qishi bu bizni bugungi ahvolga akab qo'ydi. Endi biz bugun oldi bilan şu meselelerni musulmonlarimiz yaşayotgan bir reallikni tahlil qilishdan boshlaylik qardoshlar. Yani biz bugün qanday yaşayapmiz? Ahvolimiz nima? Qarab baqish kerak. Biz nereden yiqildik? Biz suhbatimiz başida deb o'tdik. Biz bir 1000 yillik shonliq tarixiga ega, zafar quchgan bir millat, bir ummat biz. Nima bu holga tushib qoldik? Hammalarga ma'lum İslam dünyasını, yani ummetini 600 yıl etrafında korup, qo'g'dab, yeteklab kelgan Osmanlı xalifaligi yıkılgan kunusdan tatip. Bir nokta kalası aydan oluş gerek. Biz bir ailege tava bir millet. Her qancha qilib bu aileden o'zimizni chiqarib olmaymiz. Şu ailenin güçlenişi bizning kuchlanishimiz, şu ailening yiqilishi bizning yiqilishimiz. Amaliyotda tarix ham buni isbotlag'liq. Chunki amaliyotni misol olsaqmi, sening orqa tirking kuchli bo'lsa, oilang kuchli bo'lsa, sen tava mansub bo'lgan taraf kuchli bo'lsa, boshqalar sana ko'zini olaytib qarayolmaydi. Tarixda ashta yashagan biz. Qachon Osmanlı yiqildi, şu Osmanlı'ni merkez qilgan şekilde İslam dünyası düşmanlar tarafından talan-taraj qilinishga başladı. Bu xil talan-taraj tunç olup biz uçurduk bununla qarindoshlar. Çünkü biz en chetda o'g'achqa, yani bu ailenin ta'sir kuchi en ahirida boradigan bir yerda o'g'achqa bizning coğrafiyalik o'rin nuqtasidan İslam dünyası şu Osmanlı xalifaligi o'rilgandan tatib bir-birlab düşman chiroyli bilishib yeydigan bo'lkiga to'rtqa aylandi. Biz shuning avvali. Bu bir ahvol. Biz yıkılgan taraf bu. Biz düşken taraf bu. Bunu düşünüş gerek. İkincisi, Müslümanların, ümmetinin her tarafındaki, her devletlerdeki, her rayon, her milletteki Müslümanların ki üzlüksüz kılıvatkan hıyaneti. Düşmanlar Müslümanların yurduğu besip gelgenede biz ıldığı çıkıp karşı aldık düşmanlarını. Kulumuzu gül tutup karşı aldık. Seferde yol jarayonini usab qolgansiz deb su ep chiqib ularning usuzligiga suvadik. Buni bilan bo'ldi qilmay hozirgi qadar ta ular bizni haydaganga qadar ularga xizmat qilib keldik. Bu an bu xiyonat anga ummatga, millatga shunchalik singib ketdiki, dushmanga xizmat qilishdan azroq yuzi qizamaydigan bir holatga keldi. Ahırda düşman üzünü tuntup koydu ki sen bizden emas dedi. Muşa ahvalını hatta bizni oygatma vatıdı. Bu ahvalını, bu reallikni biz her qancha qilsak mı inkar qılamaymiz qarindoshlar. Vaziyetimiz bu halga tushishdan ilgari 2-3 yil ilgari tehe hech kim desem bek mubalag'a qilishi mumkin, ammo ko'p sonliq kishilar düşmanni düşman bilmaydi. Düşmanni egizli düşman bilsimi, amaliyotida düşman bilmaydi, ko'nglida düşman bilmaydi. Yani şu bundan keyingi ishlarining yurishi, bundan keyingi hayotini shular bilan bog'lab o'ylaydi. Bu ahvol biz yashayotgan holat qarindoshlar. Unda o'g'andan keyin bu ahvolga uchib qolgan millat xaromay nim bo'lsin. Bu ahvolga uchib qolgan millat ümidsizligi patmay nim bo'lsin qarindoshlar. Bu bir ahval. İkinci, yani üçüncü bizdeki umumi bir reallik, meyli bugün yaşayotgan bu cemiyetimizde olsun, ya ki vatandaki ve başka İslam dünyasındaki umumi ahvalı olsun, Müslümanlarınki, bulup mu Müslüman yaşlarınınki özünün milli kimliki, dini kimliki, nişanı ve etrafındaki cemiyeti ve Müslüman toplum cemiyetininki nöbetlik vaziyetinin bir hava halda uyun tamaşalarga çöküp ketiş ahvali. Qarasanız 20 yaşga kirgan,
25 yaşga kirgan, 30 yaşga kirgan, ne millet hukumi yok, ne din hukumi yok. Nimish qilsa, o'zining o'yin, tomosha, shaxsiy havasi va boshqa ishlari. Shuning bilan bir ong shu darajada yetilgan bizning musulmonlarimizningki yoshlarining ishida. Bu ahvol bu ummatda shunday bir avlodlarni o'rtaga chiqadiki, ne o'zininki ummat kimligini tunimaydigan, millat kimligini tunimaydigan, prinsip, qoida, usullarini, qimmat qarashlarini tunimaydigan, o'zining islomiy adab, axloq, islomiy urf-odat va islomiy nishon ketayotgan yo'lini aslo o'ylab qo'ymaydigan bir bilik kishilar bu ummat sifatida yoki millat sifatida, millatning a'zolari sifatida o'rtliqda do'lishib yuradi qarindoshlar. Bu bizning amaliyatimiz, bu realligimiz. Buni e'tirof qilmayli, amaliyat shu. Ondan keyin 4-chi bizdagi reallik musulmonlarningki, ya'ni biz ummatning ishidagi shu bosh markazi, ya'ni Osmonli xalifadan keyin bir yetaklaydigan bir yetakchi bir sistem bo'lmaganligi tufaylidan musulmonlarning ishlari har xil ahli bo'lmagan kishilarning qo'liga tushdi. Musulmonlarning ichida musulmonlarning eng muhim qani hisoblanadigan iqtisod har xil g'ayri shar'iy yo'llar bilan yoki bu nomlar bilan har xil unumsiz, ahamiyatsiz taraflarga eqib energiya favqulodda xurab ketdi. Halbuki musulmonlarningki nurg'un strategik kelgusi mavjudligiga munosabatlik nurg'un taraflari iqtisodga ehtiyojli. Musulmonlarning nurg'unlari iqtisodga ehtiyojli och, yalang'och holatda iqtisod boshqa yoqqa eqib ketgan ahvollar buni keltirib chiqadi. Biz buni e'tirof qilmayli, bu amaliyati bo'lgan. Men tabiiy bugungi suhbatningki vaqt munosabati bilan buning tafsilotiga kirmayman, ammo ashta ahvollar bor. Buni qilgan odamlar yoki shu ishlar beshini o'tgan odamlar hammasi o'zi bir qurut tushunsa bo'ladi. Ondan keyin 5-chi bizning amaliy ahvolimiz bizda millat xarakterli bir iqtisodiy sistem qurilmadi. Her kim özü bilginiçe, şarait tapalığınıça iqtisad yoluğu mağdı. Üzlüksiz davamlaşkan iqtisad to'ri bizde kurulmadı. Şunu olan cahanның özgürüşüge ergeşip, cahandaki terakkiyatlarga ergeşip, biz asta bazadın çıp kaldık, iqtisad sahadan çıp kaldık, Müslümanlarını umumyüzlük milletini umumyüzlük kembeğellik kaplap ketdi. Namratlık imkaniyet fevqulada tüellep ketdi. Biz azraq vatandaki ahvalını eslep baksak, bizning öylürümüzni başka milletten salıdı. Bizning kişilerimiz başka milletinin aldı da meni davalap koy deb özünün cenini tapşırıp yatıdı. Hatta ibadet hallarimizni dinsizliğe salıdı. Bu bir misal. Yani bizdeki bütün hüner, kesip, sanaat, iqtisad mənbələrindən həmmisi başqa millətlərə ötəb ketdi. Həmmisi zorluqla bo'lgan ahvol emas qarindoshlar. Bu yerda musulmonlarning hurulliqi, masalalarga amaliy qaramaslıqı, planlı shaklda harakat qilmaslıqı, astoydil olmaslik qatorliq bir qancha omil bor. Buni biz inkor qilolmaymiz. Biz faqat o'zimizdagi ahvolni qanaqayotgan bo'lg'achqa bugun qarayotgan, bugungi tushkunlikning omillarini topayotgan bo'lg'achqa biz buni tilg'animiz tabiiy ijobiyatlar bor, ammo bugun bizning suhbat temamiz biz o'tkazib qo'ygan bir xatoliklar bo'lg'achqa bu tarafini so'zlayapmiz sizlarga. Ondan keyin eng muhim nokta musulmonlarni tushkunlikka tashlaydigan eng muhim bir musulmonlardagi bo'layotgan reallikninki birisi musulmonlar bugungi kunda yashayotgan bo'linish, da'talash, jangijidal majra masalasi. Bu bo'linish, jangijidal majra her türlük seviye bilen bulawatıdı. Şəxslər bilen şəxslər oturusida, təşkilatlar bilen təşkilatlar oturusida, lider dep qaralğanlar bilen lider dep qaralğanlarning, alim ulamalar bilen alim ulamalarning, ziyalilar bilen ziyalilarning oturusida ki, bu xil ummatning kelgusini o'ylamaslik, millatning kelgusini o'ylamaslik, o'zining kichkina bir tarafini de boshqalar bilan ziddiyat tug'dirib, buni millat saviyasiga ko'tarish, millat darajasiga ko'tarish orqali musulmonlarning zehnini boshqa yoqqa burashning o'zi millatni, ummatni favqulodda tushkunlashtiribdi. Ya'ni umid o'zdi millat. Bizning odamlarimiz bu darajadagi odamlarmi? Iqtisod shunaslar qarasa ularda
millat xarakterli iqtisod plani yo'q. Siyosatchilarga qarasa, u shunda, ulamolarga qarasa, ular tehi, millatning nega qarasa, ko'zi umidsizlikni ko'radigan bo'lg'achqa, musulmonlarimiz umidsizlanmay kim umidsizlansin? Mana bu bizning bugungi suhbatimizdagi asosiy sababni, umidsizlik sababini biz ikkiga bo'lgan ya. Ya'ni birisi musulmonlar o'zining qimmat qarashlaridan yiroqladi. Men bayatdan buningki 6 dona bir misollarini deb o'tdim. Bu birisi. İkinci bu muhim nokta tushkunlashninki musulmonlar ve İslam dünyasıga bu milletke yürgüzülayotgan fikri suiqasd meselesi. Fikri suiqasd qandaqdir bir yangi ahvol emas. Biz ummet olup bu zamanga törelgendan tatip, tarixdan tatip fikri suiqasd buluvatıdı. Şu devrede yaşayan musulmonlarninki qabiliyeti, sezgürlügiga qarab turib bu fikri suiqasdlarga taqabul turuvatıdı yoki oldida mag'lub buluvatıdı. Aldıda məğlub buluvatıdı. Bula fikri suiqasdga birinci qilib qaysi ishdan kirdi desa, bizni tadqiq qilishdan kirdi. Halbuki biz onu tadqiq qilamadik. Bizni tadqiq qilib, bizning ilmiy saviyyamizning tuvalligi bir tarafdan sabab bo'lsa, ikkinchi tarafdan ularning bizni tadqiq qilib, biz bilmagan dinni, biz bilmagan ummatning, millatning qimmat qarashlarini bizga boshqa bir shaklda ko'rsatish orqali bizga masala ko'rsatyapti. Bu bir. Ikkinchisi suhbatning bosh qismida deb o'tganimdek bizdagi markaziy bağlanış markaziy boshqarish o'rilgandan tortib, Osmonli xalifalikka o'rilgandan tortib, dunyoning har qaysi taraflaridagi musulmonlar ega chaqsiz qoldi. Mayli devlet olsun, devlet olmasın. Növbetdeki közümüzge ko'rinayotgan devletler, amaliyotda shakliy devletler, mahiyatda hammasi tugudek boshqalarninki qo'l ostida. Shuning bilan dushmanlar bizning ma'arifimiz, media, ishqib odam tarbiyalaydigan, odamga ong idrok kirgizadigan vositalarning hammani egalladi. Buning natijasida bir avlod, ikki avlod kishilar aramizdan dushmanparast bo'lib yetildi. Bizning dushmanimiz sharqda ham g'arbda o'g'achqa, men g'arbparast, sharqparast demayman. Dushmanparast bo'lib yetildi-ki, bular bizning tilimizda so'zlaydi. Bizning qanimizdan turalgan insonlar. O'zini bizdan deb qaraydi. Tug'ilsa ismi azan to'lab ismini qo'ydi, o'lsa namozni o'qib ko'midi bularni. Ammo bularningki ichki nima deymiz, yumshoq detali deymiz, kompyuter sohasida ichki yumshoq detali programmasi sapla dushmanning programmasi qachilangan. Ya sharqdagi dushmanningki yoki g'arbdagi dushmanningki. Masalan, bizga o'xshashlarga Xitoy programmasi qachilangan bo'lsa, O'rta Osiyadagilarga Rosning programmasi qachilangan. Yevropadagilarga g'arbning programmasi qachilangan. Bular bizning jismimiz bilan harakatlanadi, ammo dushmanlarning fikri, tafakkuri bilan qaraydi. Har narsaga qarasa, dushmanlarning o'yi fikri bilan qana qiladi, o'ylaydi. O'zi musulmon deb turadi. Men musulmon deb turib, eg'izdan shunda gaplar chiqadi-ki, intayin qo'rqinchli. Kaburat kalimat taxruju min afwahihim yaquluna illa kadiba. Ularning eg'izdan chiqayotgan nayt ig'ir dahshatli gaplarni biz bilalaymiz. Bular bizga o'zining shu o'yi fikri yoki qarashi bilan ajoyib zaharli fikrlarni qaytirib akiladi. Aqallisi bular o'zini musulmon deydi, o'zini biz ummatga tava deydi, o'zini Uyg'ur deydi va boshqa millat deydi. Ammo o'zi bilmasdan düşmanlarni xohlaydi. Agar dushmanlar qulning keynini ishtirib o'tib, bularni haydib etmasa, shular bilan birga ishlagisi va shularning xizmatini qilgisi va bizga shularning ideya fikrlarini akirgisi va shu dushmanlarni bizning ko'zimizda cho'ng'aytqisi va hattoki bularni dushmanlar ishtirib o'tgandan keyinmi bular bizning qashimizga kelsa yoki ummatning, millatning haqiqiy vatanparvar, millatparvar kishilarning qashiga kelsa, bir xil uzun yoki qisqa kelib qolgan chopanga o'xshashlar bir yerlari bir qanda bo'lib qoladi. Bir yerlari bir qanda kelishmaydi. Ya'ni ma millatning, ma ummatningki dushmansimon ummat bo'lishini, dushmansimon millat bo'lishini favqulodda xohlaydi.
Çünkü bununla milletin kıymet qarashlari şekillengen her qandaq bir şekil bulağı yakmaydı. Mesela görüyatımız şu aralıkta ictimai faaliyetler köp oldu, mesela namayiş, bu degandek. Qarindoshlarimizningki, hemşerilerimizningki aktiflik bilan qatnashib atgan faaliyetlerdeki bazı ko'rinishlari bazı qarindoshlarimizni bearam qilyapti. Bunun hemmisi bularning vujudida qarşılangan programınınki başqalar tarafından qarşılangan bir programma ekanlik ifadasidan boshqa narsa emas. Bu düşmanninki bizga qilgan suiqastlarininki bir türü. Ondan keyin düşmanlar yani biz şu tushkunlashga sabab bo'ladigan düşmanning suiqastlarininki üçüncüsü Müslümanlarning rayonlarini besib olganlar, Müslümanlarni ishg'ol qilib olganlar qiladigan ishni neden başladı dese, milletni jismoniy va ma'naviy jihatda favqulodda tuallatish, cho'kirish uchun o'zining o'tmishini, şu Müslümanlarning o'tmishini kesishga tirishdi bular. Yıqıdığanliki narsaning hammini yıqdi bular. Köydürdiğanliki narsalarning hammini köydürdi. Bugün kunda avlodlar ko'zni ochib qaraganida xuddi tashqi planetdan kelib qolgan bir odamlardek bir xil tuyg'u bor. Buni o'tmishiga bog'laydigan hech qanday bir narsa yo'q. Bütün yurtlarimizning qadimga bog'langan asar atiqalarimizning hammasi yo'q qilib o'tilgan. Yurtlarimiz boshqadan bir holatga keltirilgan. Bizni o'tmishga bog'laydigan tarixiy kitoblarimiz yo'q, tarixiy asarlarimiz yo'q, hech nimamiz yo'q bir holatga keldi. Bu gerçi biz ata-onamizdan anglab, ata-onamiz ko'zlan ko'rib o'tmishga bog'langan bo'lsa, bugun kundagi farzandlar, masalan 2000 yildan keyingi farzandlar ummatninki o'zini ilgari manda yaşab o'tgan bir millat, manda bir ummatning farzandi degan tuyg'udan ajrab ketib qoldi. Çünkü bularni aşağıya bağlab turadigan hech nima qolmadi o'rtalikda. Bu mu bizninki bugün kunda biz maşta bir yetim, maşta bir o'tmishimiz yo'q, ilgariga bog'lanmaydigan bir ojiz millat o'xshaymiz deb tushkunlashimizga sabab bo'ladigan dushmanning suiqastlaridan bir turi. Ondan keyin 4-chi dushmanning suiqastlari. Buni dushmanning suiqasd degandan o'zimiz dushman bizga bergan praktik yoki dushmanning psixik hujumlaridan bizning uchirgan ta'sirimiz deb deyishimiz texmo munosib bo'lishi mumkin. Bizdagi millatga yetakchilik qilish, millatni mayli diniy jihatdan, boshqa jihatdan men millatga bir narsa yetkazsam bo'ldi deb qarayotgan olim, ulamo, ziyoli siyosatchilar, yani millatning oldidagi kishilarningki kallısqa kirib olgan biz qilolmaymiz. Biz yengilimiz. Ularning favqulodda soni ko'p, ularning favqulodda kuchi zo'r, ularning iqtisodiy kuchi zo'r, ularning xalqarodagi siyosiy o'rni yuqori degandek bir xil tuyg'u va millatning ichidagi qani urg'ib turadigan ruhluq kishilarimizni siyosat tushunmaydigan, nadallar masalani tushunmaydi, oldikeniga qaramay ish qiladi degandek bir xil o'rtamninki, muhitninki, atmosferaning shakllanib qolishi bu bizga nisbatan favqulodda tushkunlik keladigan bir masala. Bu nuqtami ham o'zgartirish kerak. Tabiiyki hamma bilan inşallah ummatninki, bu millatninki sodiq a'zolari, sodiq farzandlari. Ammo masala dushmanning psixologiyalik, yani psixik nuqtadan qilgan hujumlarininki bizga ta'sir qilishi va buning atrofimizdagilarga qanday qilishi, ta'sir ko'rsatishi. Shu asas shuning natijasida bir xil tushkunlik atmosferasining shakli. Chunki tushkunlik esingizda bo'lsin, umid uzish kesin mag'lubiyatninki birinchi qadami. Buni dushman obdan biladi. Şuna düşmanning başdan ahir tirishadigan narsasi bir pay o'q atmay turib, bir qadamni olmay turib, musulmonlarning, ummatning, millatning ishida tushkunlik muhitini yaratish. Düşmanlarga taqobil turolmaymiz muhitini yaratish. Endi holimiz mushu, mushtarak ketimiz muhitini qana qilish, yaratish. Bu ularning ajoyib cho'ng g'albisi. Bu şu yuqorida degandek tushkunlikninki bir omillaridan birisi, ya'ni 4-chi omil. Ondan keyin 5-chisi musulmonlar ichidagi passiv kishilar.
Yani bu pasif kişilerini pasif deb chiroyli atashmi toz to'g'ri emas. Chunki abga deb atasak mı bo'ladi va undan boshqa bularga loyiq keladigan qanday shaklda bir narsani atsak bo'ladi. Bular o'zi musulmon deydi, shu uyg'unudi, uxlaydi, qo'zqachisi yeydi, shamolning ichisi shunga mangidi. Asla ve asla ma ummet nimini kütüdü. Ma milletinin bugünkü ihtiyacı nime? Cemiyet nim bop kitip baradı. Bizning millet nedin ne kitip baradı? Asli hicret kılıp, özünün kıymet karışını saklaş için, dinini saklaş için, millilikini saklaş için çıkan ma millet bugün bu düşkünlükün neticesi de nelerge küçüp kitip baradı? Nelerge ketmekçi bu adıdı? Bu hakta kılçılık mı? Oylab qalmaydigan bir bölük kişilerimiz var. Bular bir toplum bop şekillenadi bular. Cemiyette muşularning mı? Gerçi bular hiç qanday qilmasa mı? Başqalarning yaxshiligini buyurmaydi, yomonlikni mı tosmaydi. Ma milletning ehtiyacı ma'lum demaydi, ma milletga ma'lum ziyonlikni demaydi. Bular hech nima qilmaydi, ammo bularning hech nima qilmaganining o'zi ajoyib salbiy bir atmosfera yaratadi. Bu mu ham tushkunlikningki eng cho'ng ve en tesir gösterdiğin bir sebepleri. Bu kişilerimi özgürüş gerek. Bu kişilerimi hem bu xil muhitni biz qanday qilishimiz gerek, o'zgartirishimiz gerek. Endi biz yuqorida ikki xil cho'ng omilni so'zlab o'tdik, tushkunlashishninki. Birisi o'zimizningki qimmat qarashlarimizni yiroqlashishimiz va buningki 6 turlik misollarini so'zlab o'tdik. Ikkinchisi dushmanlarningki bizga qilgan fikri hujumlari, fikri suiqastlari, fikri bizning ruhiyatimizga ta'sir qiladigan buning 5 turlik ta'sirini so'zlab o'tdik. Mushularning hammasida dushmanning qilgan cho'ng o'tkazgan bizning haqqimizda o'tkazgan buyuk planlaridan birisi tarixni bizga xato shaklda tunutish yoki xato shaklda tarix o'qimini kallamizga singdirish. Tarix asli bek muhim narsa. Bizning o'tmishda kimning avlodi ekanligimiz, kim ekanligimiz, qanday izzat yashaganligimiz bizni kelgusimizni belgilashda muhim rol o'ynaydigan bir narsa. Lekin dushman buni o'zimizning tili bilan, ya'ni bizning tilimizni so'zlaydiganlar bilan bizning tafakkurimizni tafakkur qiladigan, bizga oid, uning qanida bizning qilimiz aqvatgan, ammo programmasi uning programmasi qarshalagan kishilar orqali bizga tarixni bu shaklda o'zgargan bir shaklda o'rtaga chiqdi. Bu bir masala. Tabiiyki bu yerda tafsilotini so'zlab bo'lmaydi, vaqt munosabati bilan. Bu bir. Ikkinchi bularning qilgan ishi musulmonlarning navbatdagi ahvolini set ko'rsatish. Qarab boqinglar. Vatanda qanday bir film ishlansa, tarixiy film yoki tarixga munosabatli qanday bir narsa o'rtaga chiqsa, o'tmishdagi bizning kishilarimizni, mayli o kishilar hokimiyat beshdagi kishilar deb tasvirlansin yoki o'rta qatlamdagi kishilar deb tasvirlansin, hammasini abga shaklda ko'rsatish, manqibi shaklda ko'rsatish. Aqallisi bizning tarixdagi masalan siyosiy rahbarlarimizni bir xil qo'soqdan boshqasini o'qimaydigan, havoyi havasdan boshqasini o'qimaydigan, aslan millat, ummat, din degan narsani o'ylamaydigan bir kishilar shaklda tasvirlash. Bu orqali bugungi navbatdagi musulmonlarning kallasida musulmon, bu ummat, bu millat degan o'qimni satlashtirish. Bu mu dushmanningki bizga qilgan mushu tarafda qilgan eng cho'ng jinoyatlarining birisi. Bugungi kundami qarasa bir ishni qilamagan odamni qarindak ish qilmaydigan bir gaplar bor. Ya'ni bu o'zimizning kişilerinin işte mi bizden en tön oranı uçuşup kalışımız. Bir öy yasatmak ciddim. Ya bu ne ma bizden Uygurlarımız obda yasayamaydı. Başka milletin ekilli. Bu xil tefekkür. Bugün kündeki yaşavatkan cemiyetimizde ma Uygurlar ne iş kısa kılanmaydı. Uygurlar tuzu kılanmaydı. Ma başka milletin kıllı. Bunların hemisi bizden ameli reallıkımızdan ki ya rast tüven buluşu ya ki başkalar tarafından tüven tasvirlenişi. Bu bizlar emas, bütün dünyadaki umumiy suiqasdlarning birisi. Bir odam musulmondan birisi xatolikdan birini o'tkazib qolsa, buning ismi yo'q. Musulmon va millati chiqadi o'rtaga. Ammo boshqa millatdan, boshqa dindan yoki xristian yoki yahuddan birisi xatolik o'tkazib qolsa, xil egri xatolik bo'lsa-mu, bir terror deb atalmaydi. Buning psixikda masala bor. Mana o'rtaga chiqadi. İsmi palani oturup çıkıyordu. Onun Hristiyanlığı, yoki Yahudlığı, yoki yeni bir nesliki ortaya çıkmaydı, yoki bir yoldaş deplam bir taraf kılınıyordu.
Bu mu düşmanninki favqulodda suiqastlarining birisi. Ondan başqa qarindoshlar muhim meseledən birisi şu düşmanni favqulodda cho'ng bilish. Qarindoshlarning og'zidan jiq angldik. To'g'ri, ba'zi jihatda ilgirlab ketganligi rost. Ammo sen o'zingni yo'qotqudek darajada hiç kılanmayımız digüdek derecede düşmanın yoğunu tuş. Meyli garip ne olsun, ya şarık ne olsun. Muşa geldiğinden ki biz bazı kişilerin ağzından aldık. Mesela Türkiye'de yaşatkan Türkiye desek, Türkiye'ninki mağarıbı olmaydı. Mesela bunun Xitayning ma'rifatining xilala tuvan. Aqallisi bir söz, addi söz. Belki şu kişininki ko'z tishidan chiqqan bo'lishi mumkin. Ammo bu xil ahvollar bizde nima shakllantiradi desa, navbatda yashayotgan bu jamiyatni qadrlamaslik ahvoli. O'ziga eng yaqin deb qaragan ahvol mushtusa, bir xil tushkunlashish. Xuddi bundakini shula taraqqiy qilib biz qolib qoldigandek. Ondan keyin bugungi bizning milliy diniy kimligimizni saqlaydigan bir muhitni tashlab boshqa yoqqa qana qilish, ketish. Bu millettin, bu ümmetin ümidini üzüp hem de dünya maçta olup kaptı, ahval maçta olup kaptı. Bu dünyada yaşamısak olmaydıken meyle kin bir ügünüp kalamız, ballarımızla kin ügütüp kalamız bu özümüzün tiline. Bu dinni mi kin kanaklı ola, ügünü ola degendek her xil banalar olan özünün milli kimligini qoğdaşqa kapalı kılanmaydıgan, dini kimligini qoğdaşqa kapalı kılanmaydıgan bir muhitlarını milli dini kimligidan voz kechib tup tanlaydigan bir holatga akab qo'yish bu boshqalarninki bizga qilayotgan favqulodda suiqasdlar. Endi mushu suiqasdlar hala bizning kallimizda aniqlanmayotdi qarindoshlar. Millat shu suiqasdning keynidan aktiv holatda ketyotdi. Buni millatni ogohlantiradiganlar bak oz chiqyotdi. Eson oldi bo'lsin. Biz bilan biz bir ümmet ailesiga tava. Biz nima uchun bu holga keldik? Shu aile tushganlik uchun bu holatga keldik. Biz tushgan yerdan o'rindan qo'pishimiz kerak. Biz hargizmi bu ailedan har qancha chiqibmi o'zimizni ayirib ololmaymiz. Sen har qancha o'zingni almashtirib, tirangni almashtirib, taş qapını almashtirib, düşmanga yaqinlash, düşmansini asla ve asla o düşman kim bo'lsin? Mayli g'arbdagi düşmanlar olsun yoki sharqdagi düşmanlar olsun, bu ummatga, bu millatga düşmanlik qilgan har qanday bir toplum, bir jamiyat, bir davlat seni asla ve asla qirindishida qo'yniga olmaydi. Sen yanıla bu ümmette aziz, bu millette aziz, bu milletinin azizliğinin azizliğin, şunun için milletinin azizlik için, milletinin bu ruhi düşkünlükten kurtuluş için her bir şahsınınki, her bir millet azasının, her bir ümmet azasınınki kuşunun yetişçi tırışallık, körüstüşü, mesuliyeti, mecburiyeti, şundular biz azizlikka, özümüzün burunki, şanlık devrimizge qaytarış ümidimiz var. Allah subhanahu wa ta'ala her bir millet azasıga, her bir millet perzentiga, bu millet, bu ümmetin g'amini yeydigan, bu ümmet, bu milletlen faxrlanadigan bir xil tuyg'u ve şecaat ata qilsin. Ve axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Allah